Juma kuni biz uchun birodarlar bayram kuni. Biz uchun bayram. Sayyidul ayyom va hajjul hamma biladi buni. Jumaga kelganki odam bu jumlani biladi. Kunlarning sayyidi, miskinlarning haji. Mana shu kunni birodarlar bayram qilishlik kerak. Shuning uchun uy ichlarida ham uy supurish, uy tozalash, kir yuvish shunga o'xshagan uyda katta ishlarini qilishlik durust emas. Bu kunni bir bayramdek o'tkazishlik kerak bo'ladi. Musulmon kishi ham mana shu kuni uyda o'tirishligi yaxshi bo'ladi. Oilasining huzurida, oila a'zolarining o'rtasida chiroyli amal bo'ladi. Chunki juma kuni qanaqa kun bizga? Bayram kuni, xos kun, dam olish kuni. Endi bu degani juma kuni yotish kerak ekan deb tushunmaylar. Hali bu ayollarda uy ichida hali katta hashar ishlar boshlanmagani ma'qul bo'ladi. Har qancha ko'chada qiladigan ishlar bo'lsa qilib, juma kunida oila a'zolari bilan o'tirishlik, mana shu kunda bayram ekanligini, fazilatini gapirishlik ma'qul ish bo'ladi.